oddiy qarz bilan kelib, kamida qisman qarz bilan, kamida qisman albatta qarz bilan shunday. O'sha juda ko'pchilik immigrantlarning bittagi hikoyasi, o'sha boshqa millatlardan eshitamiz, hazil qilib aytishadi. Dadam aytadi, Amerikaga kelganimda cho'ntagimda $3 pulim bor edi yoki $5 pulim bor edi. O'zim $300 bilan kelganman-da. Endi bir oylik arendani puli ham emas. $300 naqd pul. Endi kelganimizdan keyin albatta bu yoqda do'stlar orttirdik, ishladik, imkoniyatlar ko'pligi uchun haqiqatan ham shu ishlab o'qishga qiynalmaganman. Chunki ishlasangiz o'qishingizga devon to'lay olasiz. Ayniqsa o'sha biz magistraturada o'qiganmiz, haftada 2-3 kun o'qish, qolgan kunlari dam bo'lganligi uchun bemalol ishlab o'qiganmiz. Lekin bu degani bakalavrga qiyin degani emas. Bakalavrda ham o'sha abetgacha o'qisa, abetdan keyin ishlab yoki shunaqa imkoniyatlar bor, ishlab o'qishyapti, o'qishni to'laydi. Plus imkoniyatlar cheklanmagan. Bu talabani umumiy Amerika haqidagi taassurotlari talaba sifatida gaplashib o'tdik. Hali talabalik davridagi qiziq voqealar, boshqalarga keyin to'xtalamiz. Endi hozir Amerikani ikkinchi asosiy muhim mavzulardan biri siyosiy huquqiy nuqtai nazardan Amerikani qanday tasavvur qilgandingiz va u qanday bo'lib chiqdi? Amerikani